Tömöriyler imperiyasının beyler begi Mahmud Canibey. Mahmud Canibey Tömöriyler dövletide tengdassız şöhret kazangan Sultan Malik Kaşgari'nin istidatlık dana inisiydi. Mahmud Canibey Amir Tömür'ün vapatıdan bir yıl burun Samarqandda tug'ilgan. U tug'ilishdan sal ilgari otasi Tömür Malik Amir Tömür'ün zor qo'shiniga qo'mondonlik qilgan sardarlar qatorida Anatoliyadagi Osmoniylarga jazo yurishi qilayotgan edi. Canibeyning ta'ligiga ayni chog'dagi Samarqand butun islom dunyosidagi ixtisos egalari to'plangan katta shahar holiga kelgan edi. Shunga uning boshlang'ich saviyadagi ilm tahsilot hayoti nihoyatda ahamiyatli o'tgan edi. Otasi Tömür Malik uni tarbiyalashda Samarqanddagi donglik qalamdor va alamdor arboblarning yordamlariga tayangan. Mahmud Canibey Samarqand va Buxoro shaharlarida ilm tahsil qilish jarayonida mazkur joylardagi ta'siri va nufuzi kuchli shaxslar bilan yaqin munosabat o'rnatgan. Mahmud Canibey Tömöriylar davlatining qurg'uvchisi Amir Tömür Koraganning ilm so'yar navrisi Mirza Ulug'bek bilan nihoyatda yaqin munosabatda edi. Ular har ikkisi dastlabda taxt saltanat va siyosat ishlaridan bakrak ilmiy ishlarga berilgan edi. Lekin Amir Tömürning tuyuqsiz vafoti bilan boshlangan davlatning yimirilish va parchalanish xavflari ularga yangi qad ko'targan bu yosh davlatning birligi va mavjudligini qo'g'dab qilishdek g'oyat zo'r mas'uliyatni yuklagan. 1447-yili 3-oyda ayni chog'dagi Tömöriylar davlati hukmdori Mirza Shahruxning vafoti bilan uning yagona o'g'li Mirza Ulug'bek taxtga chiqqan. Mirza Ulug'bek Sultan Malik Kaşgari va uning dona inisi Mahmud Canibeyning qo'llashi va yaryulak bo'lishi bilan 2,5 yildak saltanat surgandan keyin o'g'li Abdullatif Mirza tarafidan qatl qilinib, Tömöriylar imperiyasi chak chekidan parchalanish xavfiga duch kelgan. Abdullatif Mirza 6 oydak taxtda o'ltirgandan keyin otasining tarafdorlari qo'lida qatl qilingan. Buning bilan xonlikning vaziyati texmi yomonlashib ketgan. Buni tepilmas fursat deb qaragan Dashti Qipchoq o'zbeklarining sardori Abul Xayrixon Mavraun Nahir o'lkasini o'zining oltin ordu xonligi tavasiga qo'shib olmoqchi bo'lgan. Dal ashu halqiliq vaqtda g'arbdagi qo'shna turkman oqqo'ychilar va qora qo'ychilar begliklarimi bu fursatdan foydalanib Iroq, Iron, Sharqiy Anatoliya, Xorason va Ozarbayjonlarni Tömöriylar qo'lidan tortib olmoqchi bo'lgan. Eng halqiliq paytda Sultan Malik Kaşgari va inisi Mahmud Canibey xonzodilar ichidagi eng istidatli nomzod Abu Said Mirzani Sultan unvoni bilan taxtga chiqargan. Bu Abu Said Mirza Mirza Ulug'bekning jamoat tuqquni va kuyovli edi. Sultan Malikning dana maslahatini qabul qilgan Abu Said Mirza 1453-yili Iroqda ilm tahsil qilayotgan Yunusxonni Samarqandga chillab kelib, Amir Tömür zamonidan buyanqi barliq dushmanliklarni to'liq tugutishga qasam qilishib, bir-birini e'tirof qilishgan. Uning bu xil dana chorasi qaltis unum berib, Tömöriylar imperiyasi Amir Tömürdan boshlab 90 yilgacha bo'ysundira olmagan va o'zini e'tirof qildira olmagan Sharqiy Chag'atay xonligi bilan yarishish to'liq amalga oshgan. Mahmud Canibey va akisining 9 yil g'oyat zo'r himmat, jasorat ko'rsatishi natijasida 1459-yili Tömöriylar saltanati yana qayta birlikka kelgan. Gullangan qudratlik va kuchli Jahongir davlatga aylangan. Mirza Ulug'bek zamonidan buyon hozirgi Mavraun Nahirda uda naib hukmron bo'lib kelgan Mahmud Canibey Abu Said Mirza zamonidami davomli uning naibi sifatida Mavraun Nahirni idora qildi. U bir tarafdan shimol tarafdagi Oltin Ordu xonligidan faol mudofaa ko'rsa, yana bir tarafdan
sharqdagi qo'shnisi Sharqiy Chag'atay xonligi bilan inoqlik munosabatini saqlab, o'rtaq raqiblaridan mudofaa ko'rgan. Hatto necha qitim Dashti Qipchoqqa yurish qilib, Oltin O'rda qabilalarini Ural va Idil vodilariga surayotganni ozdab, pat-pat Mavraun Nahirga parakandichilik silayotgan sharqdagi qalmoqlarni Balqash ko'lidan Zaysan ko'liga qadar qo'g'layotgan. Mahmud Jonibek eng dastlab 1450-yillari poytaxt Samarqandni xarob qilgan Dashti Qipchoq o'zbeklarining Mavraun Nahirga elib keladigan parakandichiliklarini to'liq tugutib qolmay, yana Oltin O'rda xoni Abul Xayrixonni mag'lub qilib, Sig'anoq shahrigacha qistab kelgan qalmoqlarni Balqash vodisiga qadar qo'g'lab chiqargan. Orqadilla ittifoqdoshi Yunusxon bilan ikki tarafdan tangli hujum qilib, qalmoq tajovuzchilarini Balqash vodisidan toki Zaysan vodisigacha qo'g'lab o'tgan. Shu vajidan uning ashaddiy raqiblari bo'lgan Dashti Qipchoq o'zbeklari va qalmoqlar uni Jonibek Dolday, ya'ni yengilmas tag'a Jonibek deb atagan. Natijada uning mashhur nomi tarixqimi shundoq putilib ketgan. Qalmoqlar qo'g'lab chiqarilgandan keyin Yettisu, Balqash va Ili vodisi bo'sh qolganda Mahmud Jonibek Yunusxon bilan maslahatlashib, Abul Xayrixondan norozi bo'lib qechib kelgan Akufka qozoq sardorlariga bu yerlarni bo'lib berib, qozoqlarni qalmoqlarga qarshi oldin qisab jangovar kuch qilib qo'llangan. Shunda qilib, bu Uyg'ur tuproqlarida 1465-yili tarixdagi tunji qozoq beyliklari vujudga kelgan. Afsuslanarli yeri shuki, Mahmud Jonibek qalmoqlarni Emil va Oltayga qadar qo'g'lab ketayotganida qechayotgan qalmoq o'qiyotchilarining zaharlik yo o'qi uning mo'risini ig'ir yaralandirgan. U Samarqandga qaytib kelib, mashhur o'rda hakimlariga ko'ringicha yarisi texmi ig'irlashib, zahar badanining hamma yeriga tarqab ketgan. O'zining kun seri zaiflashib, zodili bo'lolmay qolganligini his qilgan Mahmud Jonibek aksi Sultan Malik Koshig'ari va Sultan Abu Said Mirzoga maktub yo'llab, jiyani Ahmad Hojibekni Samarqandga bosh vali qilib tayinlashni talab qilib, barliq vazifasidan istifa so'ragan. Aksi va Sultan Abu Said Mirzo uning talabini yo'lliq deb qarab, 1464-yili yozda Ahmad Hojibekni Samarqandga bosh vali qilib tayinlagan. Mahmud Jonibek 1465-yili yozda o'zining kindik qini to'kilgan Samarqand shahrida 62 yoshida vafot bo'lgan.